Barcha o'zbek fuqarolari diqqatiga. Afsuski, yana bir yomon xabar e'lon qilindi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Video roliklarimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Haj safariga borgan 8 nafar o'zbekistonlik vafot etdi. Haj 2025 mavsumi davomida jazirama oqibatida va surunkali kasalligi bo'lgan 8 nafar o'zbekistonlik Saudiya Arabistonida vafot etgan. Bu haqda Dunyo axborot agentligi xabar berdi. Qayd etilishicha, joriy yildagi Haj 2025 mavsumi davomida O'zbekistondan 15 mingdan ziyod hojilarning haj amallarini tartibli va namunali ado etishlari ta'minlangan. Mazkur tashkiliy ishlar O'zbekiston Din ishlari bo'yicha qo'mita, musulmonlar idorasi va ishchi guruh a'zolari hamda mamlakatning Saudiya Arabistondagi elchixonasi va Jiddadagi bosh konsulxonasi ko'magida amalga oshirilgan. Ta'kidlash joizki, O'zbekiston hukumati tomonidan Haj 2025 mavsumini tayyorlash va tashkil etish bo'yicha amalga oshirilgan chora-tadbirlar Saudiya Arabistoni hukumati tomonidan yuqori baholandi, deyiladi xabarda. Bildirilishicha, joriy yildagi haj mavsumiga o'zbekistonlik hojilarning Saudiya Arabistoniga borishiga 13-maydan boshlab 30-mayga qadar davom etgan. Shuningdek, haj ibodatlari tugaganidan so'ng hojilarning O'zbekistonga qaytib kelishi 12-iyundan boshlangan. So'nggi hojilar 29-iyun kuni havo qatnovi orqali vatanga qaytgan. O'zbekiston hojilariga yangilik yaratish maqsadida Saudiya Arabistonining Jidda shahridagi Podshoh Abdulaziz xalqaro aeroportidan O'zbekistonning bir qator viloyatlariga to'g'ridan-to'g'ri aviaqatnovlar yo'lga qo'yilgan. O'zbekistonlik hojilarning sog'lig'i va sihat salomatligiga alohida e'tibor qaratish masalasida O'zbekiston hukumati tomonidan barcha zarur chora-tadbirlar ko'rilishiga qaramay, bu yilgi haj ibodati paytida kuzatilgan jazirama oqibatida va surunkali kasalligi bo'lgan 4 nafar o'zbekistonlik Saudiya Arabistonida vafot etgan. Shuningdek, O'zbekiston musulmonlari idorasining ogohlantirishlariga qaramay, bu yilgi haj mavsumiga noqonuniy yo'llar bilan borgan yana 4 nafar o'zbekistonlik ushbu mamlakatda olamdan o'tgan. Bundan tashqari, haj ibodati tugaganidan so'ng bosh konsulxonaga 40 nafardan ziyod ziyoratchilar xorijga chiqish pasportlarini yo'qotgani bois O'zbekistonga qaytish guvohnomasini rasmiylashtirish uchun murojaat qilgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq joriy yilgi haj mavsumida ziyoratchilarga ellik boshchilik qilayotgan Toshkent shahar Yakkasaroy tumanidagi Rakat jome masjidi imom xatibi Robbimqul Muhammadiyev vafot etganligi xabar qilingan edi. Ushbu holatda vafot etgan yaqinlarining barchalarining oila a'zolariga hamdardlik bildiramiz. Ziyoratlari Alloh dargohida qabul bo'lgan bo'lsin, ilohim.